Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. 2022 qonun tashabbusi unga qarshi yoki uni qayta ko'rib chiqishni talab qilayotgan petitsiya hamda 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga taalluqli safarbarlik xavfi haqida. Bu mavzu faqat harbiy xizmatdagi odamlar uchun emas, oilasi, farzandi, ota-onasi, ishi, krediti, sog'lig'i bor har bir inson uchun muhim. Chunki qonun matnidagi bitta jumla ham minglab oilalarning hayotiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bu videoda vahima tarqatmoqchi emasman. Men sizga masalani oddiy tilda, huquqiy va amaliy nuqtai nazardan tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimasi o'zgarishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa shoshilinch xulosa qilmasligi kerak? Agar sizga bunday tushuntirishlar kerak bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim qismi aynan amaliy maslahatlarda bo'ladi. Avvalo, 2222 qonun deganda odamlar nimadan xavotir olayotganini tushunib olaylik. Jamoatchilik orasida tarqalgan asosiy xavotir shuki, safarbarlik doirasi kengayishi, ayrim yosh chegaralar o'zgarishi, xususan 25 yoshgacha bo'lgan erkaklar yoki ayrim toifadagi fuqarolar bo'yicha talablar kuchayishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytganda, ilgari o'zini safarbarlikdan ancha uzoq deb hisoblagan odam ham endi hujjatlarini, harbiy ro'yxatdagi holatini, sog'lig'i bo'yicha maqomini va qonundagi istisnolarni qayta tekshirish kerak bo'lishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'p odamlar o'z yoshiga, oilaviy holatiga yoki ish joyiga qarab menga tegmaydi deb o'ylardi. Masalan, 8 yoshli erkak, 2 farzandning otasi, xususiy firmada ishlaydi, harbiy kafedrada o'qimagan, lekin ro'yxatda bor. U odatda men allaqachon yosh emasman, meni chaqirishmaydi deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Yoki 2 yoshli usta, uyda kasal onasi bor. Ish bilan kun ko'radi, harbiy xizmatni yillar oldin o'tagan. U ham o'zini xavf doirasidan tashqarida deb bilgan. Lekin agar qonun yosh chegarasini yoki chaqiruv mezonlarini kengaytirsa, bunday odamlar ham birinchi navbatda o'z hujjatlarini tartibga keltirish kerak bo'ladi. Bu yerda eng katta muammo shundaki, ko'pchilik qonun matnini o'qimaydi, faqat ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa postlarga ishonadi. Kimdir hammani olib ketishadi deydi, boshqasi hech narsa bo'lmaydi deydi. Men ekspert sifatida aytaman, ikkala yondashuv ham noto'g'ri. To'g'ri yo'l bitta, rasmiy matnni ko'rish, o'z shaxsiy holatingizni hujjatlar bilan tekshirish va zarur bo'lsa, petitsiya orqali qonun chiqaruvchilarga o'z pozitsiyangizni qonuniy, tinch va madaniy tarzda bildirish. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarashi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan, harbiy ro'yxatda turgan erkaklar o'z holatini tekshirishi kerak. Bu yosh oralig'i juda keng. 25 yoshdagi yigit hali yangi oila qurayotgan bo'lishi mumkin. 35 yoshdagi erkakning odatda farzandlari, ipotekasi, doimiy ishi bor. 45 yoshdagi odam ko'pincha oilaning asosiy boquvchisi hisoblanadi. 25 yoshga yaqin inson esa sog'lig'i, yurak, bel, qon bosimi, qandli diabet kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Demak, bitta umumiy qo'yda hamma uchun bir xil ta'sir qilmaydi. Misol keltiraman. 32 yoshli Akmal ismli fuqaro bor deb olaylik. U 2 nafar farzandning otasi, lekin rasmiy nikoh hujjatlari joyida. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari bor. Ish joyidan ma'lumotnoma olishi mumkin. Agar unga chaqiruv qog'ozi kelsa, u vahimaga tushmasdan avvalo hujjatlarni yig'ishi kerak. Pasport, harbiy bilet, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar guvohnoma, agar sog'lig'ida muammo bo'lsa, tibbiy xulosalar. Chunki og'zaki mening 2 bolam bor degan gap ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Har bir holat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ikkinchi misol, 9 yoshli Baxtiyor, u qurilishda ishlaydi, rasmiy ish joyi yo'q, lekin uyda nogironligi bor turmush o'rtog'iga qaraydi. U men oilada kerakman deb aytadi. Lekin buni tasdiqlaydigan tibbiy hujjatlar, nogironlik guvohnomasi, parvarish bilan bog'liq ma'lumotlar bo'lmasa, uning holatini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, qonuniy istisno bor bo'lsa ham, hujjatsiz istisno amalda ishlamasligi mumkin. Uchinchi misol, Ibn 3 yoshli Dilshod. U ilgari harbiy xizmatni o'tagan, lekin oxirgi 10 yilda sog'lig'i yomonlashgan. Qon bosimi yuqori, umurtqa churasi bor, yurak bo'yicha doimiy dori ichadi. Lekin u shifokorga muntazam bormagan. Tibbiy kartasida yozuvlar kam. Agar bir kun komissiyaga chaqirilsa, men kasalman deyishi yetarli emas. Tibbiy tarix bo'lishi kerak. Shifokor ko'ridan o'tgan sanalar, analizlar, rentgen, MRT, kardiolog xulosasi, doimiy davolanish haqidagi yozuvlar kerak. Shuning uchun hozirdan poliklinikaga borib, mavjud kasalliklarni rasmiy qayd qildirish
juda muhim. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi kerak. Agar siz qonunda aniq ko'rsatilgan istisno toifasiga kirsangiz, masalan, sog'lig'ingiz bo'yicha yaroqsiz deb topilgan bo'lsangiz, bir nechta voyaga yetmagan farzandingiz bo'lsa, nogironligi bo'lgan yaqin qarindoshga yagona parvarish qiluvchi bo'lsangiz yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa kechiktirish asoslariga ega bo'lsangiz, baribir tinch o'tirib qolmang, lekin vahimaga ham tushmang. Sizning vazifangiz o'z huquqingizni hujjat bilan mustahkamlash. Bu yerda yana bir muhim farq bor. Safarbarlikka ro'yxatga turish boshqa, darhol olib ketilish boshqa. Ko'pchilik shu ikki narsani aralashtiradi. Harbiy ro'yxat davlatga kim qayerda, qanday mutaxassislikka ega, sog'lig'i qanday, oilaviy holati qanday ekanini bilish uchun kerak bo'ladi. Safarbarlik esa aniq qaror, aniq tartib va aniq chaqiruv asosida amalga oshadi. Agar sizga ma'lumotlarni yangilash bo'yicha talab kelsa, bu avtomatik ravishda ertaga jo'natilasiz degani emas. Lekin bu jarayonda beparvo bo'lish ham xavfli, chunki noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumot keyin sizga zarar qilishi mumkin. 1222 qonun atrofidagi petitsiya masalasiga ham alohida to'xtalish kerak. Petitsiya bu shunchaki internetdagi hissiy post emas. To'g'ri tuzilgan petitsiya fuqarolarning qonuniy pozitsiyasini ko'rsatadi. U parlamentga, hukumatga yoki mas'ul tashkilotlarga jamoatchilik fikri borligini bildiradi. Agar minglab odamlar bir masala bo'yicha rasmiy tartibda imzo qo'ysa, bu siyosiy va huquqiy signal bo'ladi. Lekin petitsiya mazmuni aniq bo'lishi kerak. Hammasini bekor qiling degan umumiy gapdan ko'ra 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar bo'yicha mezonlar qayta ko'rib chiqilsin. Sog'liq, oilaviy holat va yagona boquvchi maqomi bo'yicha kafolatlar kuchaytirilsin. Chaqiruv jarayonida shaffoflik va apellyatsiya mexanizmi ta'minlansin degan talablar kuchliroq ishlaydi. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan muammolar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala yashash joyi. Ko'p odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda ishlaydi yoki yashaydi. Masalan, pasport bo'yicha Samarqandda ro'yxatda, lekin Toshkentda ijarada turadi. Agar chaqiruv qog'ozi eski manzilga borsa va odam bundan bexabar qolsa, keyin men ko'rmadim deyishi doim ham muammoni hal qilmaydi. Shuning uchun harbiy ro'yxatdagi manzil, telefon raqam, ish joyi haqidagi ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala norasmiy ish. Rasmiy ish joyi bo'lmagan odamlar ko'pincha o'zini himoyasiz his qiladi. Chunki ish joyidan ma'lumotnoma, oilaning daromad manbasi, yagona boquvchilik holatini isbotlash qiyinroq bo'ladi. Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, kamida daromadingiz, oilaviy xarajatlaringiz, qaramog'ingizdagi shaxslar bo'yicha hujjatlarni tartibga soling. Masalan, aliment to'layotgan bo'lsangiz, sud qarori yoki to'lov hujjatlari kerak. Ota-onangizni boqayotgan bo'lsangiz, ularning pensiya, nogironlik yoki tibbiy holatini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Uchinchi nozik masala sog'liq bo'yicha komissiya. Ba'zi odamlar komissiyada hammasini ko'rishadi deb o'ylaydi. Amalda esa komissiya ko'pincha mavjud hujjatlarga tayanadi. Agar sizda 5 yildan beri bel og'rig'i bo'lsa, lekin birorta MRT yo'q, shifokor xulosasi yo'q, davolanish kartasi yo'q bo'lsa, bu og'riqni isbotlash qiyin. Shuning uchun har bir jiddiy kasallik bo'yicha hujjatni oldindan tayyorlash kerak. Yurak bo'yicha EKG, UZI, kardiolog xulosasi, bel yoki bo'yin bo'yicha MRT yoki rentgen, ko'z bo'yicha oftalmolog xulosasi. Ruhiy salomatlik bo'yicha faqat rasmiy shifokor ko'rigi va qonuniy tibbiy hujjatlar ahamiyatga ega. 4-nozik masala mening yoshim katta degan fikr. 55 yoshgacha degan ibora aynan shuning uchun odamlarni xavotirga solmoqda. Chunki ayrim yoshdagi inson o'zini harbiy xizmatga yaroqsiz deb his qilishi mumkin. Lekin qonun buni avtomatik tan olmasligi mumkin. Yoshning o'zi har doim ham ozod qiluvchi asos emas. Yosh, sog'liq, harbiy tajriba, mutaxassislik, oilaviy holat ro'yxatdagi maqom birgalikda baholanadi. Shuning uchun 50 yoshdan oshganlar ham hujjatlarni tekshirishi kerak. 5-nozik masala qarzdorlik va kreditlar. Ko'pchilik menda kredit bor, meni chaqirishmaydi deb o'ylaydi. Bu xavfli xato. Kreditning o'zi odatda safarbarlikdan ozod qiluvchi asos bo'lmaydi. Lekin kredit oilaning iqtisodiy holatini ko'rsatadigan qo'shimcha hujjat sifatida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, ipoteka, farzandlarning ta'lim to'lovi, davolanish xarajatlari qaramog'ingizdagi shaxslar borligi birgalikda ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo menda bank qarzi bor degan gapni qonuniy kafolat deb qabul qilmang. 6-nozik masala. Petitsiyani qayerda va qanday imzolash? Men shabirlarga doim shuni aytaman. Faqat ishonchli manba orqali imzo qo'ying. Rasmiy platforma,
taniqli fuqarolik tashabbusi sahifasi yoki huquqshunoslar tomonidan tekshirilgan havola bo'lmasa, pasport ma'lumotingizni, telefon raqamingizni, shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlaringizni kiritishga shoshilmang. Soxta petitsiyalar ham bo'lishi mumkin. Ular odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish uchun ochiladi. Shuning uchun havolani tekshiring, tashkilotchilar kimligini ko'ring, petitsiya matnini o'qing. Talablar aniq va qonuniy ekaniga ishonch hosil qiling. 7-nozik masala. Izoh va postlarda yozadigan gaplaringiz. Qonunga norozilik bildirish mumkin. Bu fuqarolik huquqi. Lekin haqorat, zo'ravonlikka chaqiriq, yolg'on ma'lumot tarqatish, shaxslarni tahqirlash sizning pozitsiyangizni kuchaytirmaydi, aksincha zaiflashtiradi. Agar siz petitsiyani qo'llab-quvvatlasangiz, fikringizni aniq yozing. Men 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar bo'yicha mezonlar qayta ko'rib chiqilishini talab qilaman. Chunki bu yoshdagi odamlarning sog'lig'i, oilaviy va iqtisodiy majburiyatlari alohida baholanishi kerak. Mana shunday gap kuchli, tushunarli va madaniy eshitiladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Qonun loyihasi, uning raqami, matni qaysi bosqichda ekanini aniqlang. Faqat sarlavha bilan xulosa chiqarmang. Ba'zan odamlar eski hujjatni yangi deb tarqatadi. Ba'zan esa loyiha hali qabul qilinmagan bo'ladi. Qabul qilingan qonun bilan muhokamadagi loyiha o'rtasida katta farq bor. Ikkinchi qadam, harbiy hujjatlaringizni toping. Harbiy bilet, ro'yxatga olish guvohnomasi, oldingi xizmat haqidagi ma'lumotlar, mutaxassislik, unvon, sog'liq bo'yicha eski xulosalar bor yoki yo'qligini tekshiring. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash tartibini bilib oling. Hujjat yo'qolganini yashirish muammoni hal qilmaydi. Aksincha keyin jarima yoki boshqa savollar tug'dirishi mumkin. Uchinchi qadam, oilaviy hujjatlarni yig'ing. Nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Qaramog'ingizdagi ota-ona yoki boshqa yaqin qarindoshlar bo'yicha hujjatlar, nogironlik guvohnomalari, tibbiy xulosalar, sud qarorlari, aliment yoki vasiylik hujjatlari bo'lsa, bularning nusxasini tayyorlab qo'ying. Hamma narsani bitta papkaga soling. Telefoningizda skaner qilingan nusxalari ham bo'lsin. 4-qadam, sog'lig'ingizni rasmiy tekshirtiring. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, o'zim bilaman darajasida qoldirmang. Poliklinikaga boring, shifokor ko'rigidan o'ting, tahlillarni topshiring, xulosalarni oling. Ayniqsa 45 yoshdan oshgan erkaklar uchun yurak-qon tomir tizimi, qon bosimi, umurtqa bo'g'imlar, ko'rish va eshitish bo'yicha tekshiruvlar muhim. Bu nafaqat huquqiy masala, balki sog'liq masalasi hamdir. 5-qadam, ish joyingizdan ma'lumotnoma oling. Agar siz rasmiy ishlasangiz, lavozimingiz, ish stajingiz, oilaning asosiy daromad manbai ekaningiz, malakangiz haqida ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar siz muhim sohada ishlasangiz, masalan, tibbiyot, energetika, transport, aloqa, oziq-ovqat ta'minoti yoki strategik ishlab chiqarishda bo'lsangiz, bu ham alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Chunki ayrim mutaxassislar joyida ishlashi jamiyat uchun zarur deb topilishi mumkin. 6-qadam, petitsiyani ongli imzolang. Petitsiya matni oxirigacha o'qing. U nimani talab qilyapti? Qonunni butunlay rad etishni talab qilyaptimi yoki ayrim bandlarni qayta ko'rib chiqishni so'rayaptimi? Unda 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar. Sog'liq bo'yicha mezonlar, oilaviy istisnolar, yagona boquvchilar, apellyatsiya huquq haqida aniq talablar bormi? Agar matn noaniq bo'lsa, izohda o'z fikringizni madaniy yozing. Imzo qo'yishdan oldin shaxsiy ma'lumotlaringiz qayerga ketishini tushuning. 7-qadam, o'z fikringizni deputatlarga, mas'ul tashkilotlarga va jamoatchilik platformalariga yozma tarzda yuboring. Matn murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, shunday yozish mumkin. Men 2022 qonun loyihasidagi 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga taalluqli normalar bo'yicha jamoatchilik muhokamasi kengaytirilishini so'rayman. Yosh, sog'liq, oilaviy holat. Yagona boquvchilik va qaramog'idagi shaxslar bo'yicha aniq istisnolar kafolatlanishi kerak. Chaqiruv va tibbiy ko'rik jarayoni shaffof bo'lishi, fuqaroga qaror ustidan shikoyat qilish imkoniyati berilishi lozim. Mana shunday matn hissiy emas, lekin aniq va kuchli. 8-qadam, chaqiruv qog'ozi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Men hech kimga qonundan qochishni maslahat bermayman. To'g'ri yo'l, hujjatni oling, sanani yozib qo'ying. Nusxasini saqlang, belgilangan joyga hujjatlar bilan boring. Barcha savollarga rasmiy javob bering. Zarur bo'lsa advokat yoki huquqshunos bilan maslahatlashing. Agar sog'liq bo'yicha e'tirozingiz bo'lsa, yozma arza qiling. Agar
Oilaviy holatingiz bo'yicha kechiktirish asoslari bo'lsa, hujjatlar bilan taqdim eting. Og'zaki tortishuvdan ko'ra yozma ariza doim kuchliroq. 9-qadam. Oilangiz bilan oldindan gaplashing. Ko'p oilalarda bu mavzu faqat chaqiruv kelganda muhokama qilinadi. Bu noto'g'ri. Hujjatlar qayerda turibdi? Farzandlar guvohnomasi qayerda? Tibbiy kartalar qayerda? Bank va ish hujjatlari qayerda? Bularni oilangiz bilishi kerak. Agar siz oilaning asosiy boquvchisi bo'lsangiz, bu holatni tasdiqlaydigan hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. 10-qadam. Mish-mishlarga emas, rasmiy va ishonchli tahlilga tayanning. Telegramdagi bitta audio. Noma'lum profil yozgan post yoki kesib olingan video asosida qaror qilmang. Har bir katta masalada 3 ta savol bering. Manba kim? Hujjat qayerda? Bu ma'lumot qachon e'lon qilingan? Shu 3 ta savol ko'p yolg'on xabarlarni darhol ajratib beradi. Bugungi mavzuda eng muhim fikr shuki, 1002-qonun va 55 yoshgacha safarbarlik atrofidagi masala befarq qaraydigan mavzu emas. Bu yerda vahima ham kerak emas. Beparvolik ham kerak emas. To'g'ri yo'l qonun matnini tekshirish, hujjatlarni tartibga keltirish, sog'liq va oilaviy holatni rasmiy tasdiqlash. Ishonchli petitsiyani ongli ravishda imzolash va o'z fuqarolik pozitsiyangizni madaniy bildirish. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Huquq hujjat bilan himoya qilinadi. Menda muammo bor degan gap emas, aynan hujjat ariza, tibbiy xulosa, guvohnoma va yozma murojaat ishlaydi. Shuning uchun bugundan kechiktirmang. Petitsiya matnini o'qing, ishonchli bo'lsa imzolang, yaqinlaringizga ham tushuntiring. Lekin hech qachon tekshirilmagan havolalarga shaxsiy ma'lumot kiritmang. Siz bu qonun bo'yicha qanday fikrdasiz? 55 yoshgacha bo'lgan fuqarolar masalasida qanday istisnolar bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu bugun bir kishiga emas, juda ko'p oilalarga taalluqli.